Assalomu alaykum. Nabot telekanalida mening oshxonam dasturi va men boshlovchim Zulayho Ahmedova. Dasturimiz mehmoni esa Alo. Assalomu alaykum. Labi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi Yaxshi yuribsizmi? Uzr bezovta qildik. yaxshisi yo'q. Xush kelibsizlar, yoqimli ishtaha. Bitta ishtirokchimiz admin qilib qoldi-da, o'shanga iltimos ko'rsatuvimizda ishtirok eting. Siz farzandlaringizni bilamiz. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan yoningizga keldim. Rahmat kattakon. Ozgina suhbat qilib, ming bor uzr. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz mehmoni bastakor, shoira Nargisxon Latipova. Assalomu alaykum Nargisxon. Xush kelibsiz dasturimizga. Nima ichasiz? Choy, qahva, suv? Rahmat. Nima bering? Suv. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Avval mehmonimizga albatta. Nargisxon Musaxon akani shogirdlari juda ham ko'p edi, lekin ular uchun sizni o'rningiz, hurmatingiz boshqacha edi. Hozir ustoz haqida gapiryapsiz. Ko'zim tegidan o'tyapti. O'sha ustozni o'ylasam bo'ldi. Meni ustoz yig'lash sababim. Hayotda sal qahr qattiqroqman, lekin yig'lagim kelsa, shunda ustozni o'ylayman, du yosh keladi. Hozir endi ustoz haqida gap ochildi, yig'lamaslikka harakat qilaman. Ustozim meni shunaqa hurmat qilardilar, shunaqa boshqacha ko'rardilar, o'z qizlaridek xuddi syomkalarga olib chiqing, aktrisalikka chiqazing meni ham deganda, siz meni qizlarimni aktrisa qilgan ko'rganmisiz deganlar-da. Yo'q, men sizni olib chiqmayman. Boring, qayerda chiqsangiz chiqing, lekin men sizni olib chiqmayman deganlar-da. Keyin yana bitta narsa esimda, shunda borsam, Nargisxon keldi. Boring, osh olib keling deb pullarni berib, katta tog'orada osh yerdik. O'zi 5 yil ishlaganman ustozim bilan, har kun osh yeydi. Shanba bozorsiz, bayramsiz ishlaganmiz. Faqat hayit kunlari dam olardik. Xuddi shunaqa katta tog'orada osh zakaz qilib, go'shtlarini oldimga qoshiq bilan oling deb, oling Nargisxon, oling, men bundan ham yeng deb boshdan qilib kutvolardilar-da. Nargisxon uchun bu osh derdilar-da. Shunaqangi ko'nglim ko'tarardilar, bilmayman, balkim hamma uchundir, lekin meni ko'nglim shunaqa ko'tarardilar ustozim. Sizni haqiqatan ham o'zlarini qizlaridek mehribon, g'amxo'r bo'lgan ekanlar. Bitta qiz shogirdini, o'sha 10 ta o'g'il shogirdni o'rnini bosa olishini eshitish siz uchun, ustozingizdan eshitish, bu siz uchun sharafmi, olqishmi, e'tirofmi? Albatta, men ustozimning shogirdligimdan faxrlanardim. Menga ustozim yetardi-da. Boshqa insonning e'tibori o'sha menga kerak emas edi. Ustozimning e'tibori yetardi menga. Shunaqa meni Samatsenka deydimi, o'zimga ishonchimni ko'tarardilar. Ichimdan ilhomni yulib olgan, sug'urib olgan, xullas shunaqa meni ilhomlantirib, ichimdagi she'rlarni chiqazib olgan inson bo'ladilar-da. Men o'zi undan oldin she'r yozardim, unaqa zo'r yoza olmasdim. Ustozdan keyin ham men unaqa she'r yoza olmadim. Lekin ustozim meni o'sha paytlari shunaqa maqtardilar, hamma she'rlarni qanaqa kimdir aytib turgandek yozib berganini o'zim bilmasdim. Ustozim men uchun institut edilar-da. Oliygoh, qaysi oliygohni tugatgansiz desa, Musaxon Nurmatovning oliygohini derdim. Chunki har tomonlama tarbiya deysizmi, tozalik deysizmi yoki o'sha she'r yozish, bastakorlik, madaniyat, hamma narsa bo'yicha menga ustozim o'rgatganlar. Balkim o'zlari bilmagandirlar, lekin men ustozdan hamma narsani olganman-da. Ya'ni har tomonlama, ham e'tirof, ham olqish siz uchun, o'sha har bitta sizni e'tirof qilgan so'zlar siz uchun faxr. Har tomonlama. Kimdir ofisga yangi erkak kishi aranjirovщик yoki kimdir shogird kelsa, chaqirib olib kirib ketardilar-da. Men o'zimga yetardilar. Men bitta qiz bola oldim, shogird, o'zi olmasdim, qiynalib berganingizga oldim, uchirib yuboraman deb o'ylovdim. Juda ham sodiq chiqdingiz derdilar-da. 5 yil shogirdlari bo'lganman, 5 yildan keyin hech qanaqa urush janjalsiz ketganman. Men anaqa o'rtamizda hech qanaqa sovuqchilik bo'lmagan. Uchirma bo'lib, duo olib ketganman. Bir-ikki bastakorligimni o'xshata olmasam, ustoz nimaga bastakorligim o'xshamayapsiz? Duo bermagansiz, men sizdan duo olmaganman. O'shaning uchun g'alatimni siz keling boshqatdan beraman, sizga mingdan ming roziman. Duo bergan, sizga keling boshqatdan duo beraman. Duo berib shunaqa qilardilar, o'rgatardilar ustoz menga o'sha
ketganim, men ishdan ketganimdan keyin ham ancha borib yurganda anaqa bastakorlik bo'yicha ko'p narsalar o'rgatganlar. Mana hozir ofisga borib turardim dedingiz. Hozir ham borib turasizmi o'sha ofisga? Ofisga borardim. Ustozdan uchirma bo'lganimdan keyin ham har oy yoki 6 oyda bir, keyin farzandli bo'lganimdan keyin sekin-sekin kamaydi-yu, lekin ko'p borib turardim. Keyin ustozdan keyin bormay qo'ydim. Ustoz o'tganlardan keyin bormay qo'ydim, chunki xuddi ota-onangiz o'tib ketsa, ota-onangiz bor uyga bora olmay qolasiz. Tug'ilib o'sgan uyingizga bora olmay qolasiz. G'alati bo'ladi-yu. Begonasirab, xuddi siz o'tirib yopyaptimi, yo'qmi bilmay qolasiz. Xuddi shunaqa tuyuladi menga hozir o'zi. Umuman bormayapsiz hozir. Yo'q, bormay qo'ydim. Chunki meni u yoqqa tortadigan, chaqiradigan, meni kutadigan odam yo'q o'sha. Nargisxon o'z vaqtida ko'p qo'shiqlarning, hit qo'shiqlarining muallifisiz. Deylik o'sha Ozodbek Nazarbekov, Ozoda Musaidova, Bojalar guruhining qo'shiqlari muallifisiz. Bu ro'yxat tugamaydi, lekin nimaga hozir Nargisxon jim? Nega ijodda emassiz? Endi hozir qizlarim katta bo'lib qoldi ancha, endi sekin-sekin ijodga qaytyapman. Juda ham yaxshi. Sizdan yana hit qo'shiqlar, hit taronalar muallifligini kutib qolamiz. Chunki sizni o'sha yaratgan she'rlaringiz, yozgan she'rlaringiz hammasi hit darajasiga chiqqan. Ikkita shirin qizchani onasi bugun ijodga qaytganlarini bizning dasturimiz orqali e'lon qildilar. Buni nishonlash uchun juda ham zo'r fursat va oshxona tomon yo'l olamiz. Qanday taom tayyorlashimizni esa dasturimiz davomida kuzatib borasiz. Nargizaxon, xush kelibsiz oshxonamizga. Rahmat. Ko'rib turganingiz Ashrafbek Midday restoranining oshpazi. Odatda ko'rsatuvimizda kelgan ishtirokchilarga ular taom menyusini tanlab berardilar. Bu safar o'zingiz tanladingiz. Ko'rib turgan masalliqlarimga ko'ra bugun ya'ni tuxum, un, qatiq, qiyma bor ekan. Bilishimcha, ma'lum bo'lishicha, bugun tuxum barak va o'tir barak taomini yerkanmiz. Ashrafbek, bilasizmi u taomni? Bu börek taomini bilaman. Yedim, yoqdi menga. Xorazm yemeği benimce. Albatta. Bilarkanlar, qarang. Lekin zo'r. Yoqadi menga. Unday bo'lsa, bugun Nargisxon tuxum barak pishirib beradilar bizga. Albatta, tuxum barak va qo'tir barak. Chunki tuxum barak bilan qo'tir barak alohida bo'ladi. Ichiga nimadir kartoshka yoki go'sht solsa, qiyma solsa, o'sha qo'tir barakka aylanadi. Tuxum barak tuxumni o'zidan bo'ladi faqat. Ikkalasini ham qilamizmi? Albatta, bugun siz menyuni tanladingiz. Bo'ldi, ikkalasidan. Bosh oshpaz sizsiz. Tamam. Bo'pti. Bugün ben size qarayib o'rganaman. Xo'p. Nargiz bugun afsuski qo'tir barak kam ovoz yig'di. Ko'pchilikka tuxum barak yoqar ekan, lekin menga qo'tir barak ko'proq yoqadi. Bo'ldi, siz uchun alohida qo'tir barak qilib beraman unda. Bo'ldi, kelishdik. Unday bo'lsa, ishni boshladik. Ashrafbek Nargisxon ko'p hit qo'shiqlarining muallifi, shoira, bastakor, she'r yozadilar, musiqa bastalaydilar. Tashakkurlar. Estradamizning yorqin yulduzlarining qo'shiqlari muallifi Ozodbek Nazarbekov, Ozoda Musaidova, Bojalar guruhi va bir qancha sanasak hozir vaqtimiz yetmay qoladi. Ko'p san'atkorlarimizning qo'shiqlari muallifi. Xursandman. Ahmet Diliman. Rahmat. Tanisizmi o'zbek qo'shiqchilarini? Tanıyman. Yoqadi menga o'zbek qo'shiqlari. Bilmiyorum. Oldu, siz başlayın. Ben az bir işim var. Gelip öğreneceğim sizden. Xo'p, kelishdik. Hadi kolay gelsin. Charchamang, xo'p bo'ladi. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Qo'lqop. Qo'lqopdan boshlaymiz. Marhamat, sizga qo'lqoplar. Chunki men Instagramda ham video qo'yaman-da, o'shanaqa qo'lqopda kiyib o'rganganman. Anaqa qo'lqopda tayyorlab, Tanqidlarga qolmaslik uchun qo'lqoplarni kiyapman deyapsiz. To'g'rimi? xolasanglar tashinglar, xolasanglar qolsin. Lekin men oshxonada qo'lqoplarsiz ish qilaman, chunki menga noqulaylik tug'diradi. Ya'ni his qila olmayman taomlarni, masalliqlarni his qila olmayman. Yo'q, men Kimga o'rganganman o'shaning uchun. Oldin boshimga ro'mol o'rab olishim kerak edi, qo'lqopdan oldin. Ha, xo'p Shunda bo'ladi. o'rab oling, keyin qo'lqopni kiyaman. Xo'p. Nargisxon, tasodif uchrashuv, to'satdan bildirilgan taklif va uni rad etmaganingiz uchun sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shunaqa ovqat menga ishonib topshirganinglar uchun, lekin men oshxonani sevaman. Hozir zo'r qilib sizlarga ovqat qilib beraman.
oshxonani sevishingiz bizga juda ham qo'l keladi. Kamiga tuxum barak, qo'tir barak ko'p ishtirokchilar kelgan va biz mana shu taomni kim pishiradi ekan deb kutgandik. Sizga bu uchun ham alohida rahmat. Unday bo'lsa ishni boshladik. Nargisxon, nimadan boshlaymiz? Boshladik, aha. Hozir unni elash kerak-a? Bilmadim. Bugun oshpaz sizsiz. Ha, men ana qo'shib yubordim. Bo'lmasam unni elab olamiz. Xo'p. Bir xil bir sort unlarni elashmaydi o'shanga. Bugungi oshxonada yordamchi menman bugun. Shuning uchun menga ham bironta ish aytsangiz qilib turaman. Hozir men sizga ish buyuraman. Au! Yopiladimi? Nargisxon chapaqay ekanlar. Ko'p ijodkorlar chapaqay bo'lishadi, bilasizmi? Ya'ni Chapaqayni iste'dodli insonlar. chapaqaylarni ikkala miyasi ham ishlaydi-da. Chap tomoni ham o'ng tomoni ham ishlaydi. O'shaning uchun boshqacharoq bo'lishadi. Yozganda ham chap qo'lda yozasiz? Yo'q, yo'q. Qaychida, pichoqda, mana shunaqa ishlarda chapman. Ovqat yeyishda, yozganda o'ng qo'l. Ha. Tuz solingan xamir yaxshiroq yoyiladi. Suvimizga tuz solamiz. Esimdan chiqib qoldi. Endi ham solsa bo'ladi, chunki hali suvni hammasini solib bo'lmadim. Bo'ldi, endi un kerak bunga. Unimiz bor. Hurmatli tomoshabinlar, bilmayman sizlarda qanaqa, balkim bilarsizlar, bilmassizlar. Men shaxsan bilmayman. Mana shu mikserni, mana shu jihozini hech ham ishlatmas edim. Nimaga ishlatar ekan deb hayron bo'lardim. Buni xamirga ishlatar ekan. Birinchi marta ko'ryapman. Hozir xamirimizni mana shu jihozida aylantirib qorar ekanmiz. Men shuni Instagramda qo'ydim-da, 3 yil bo'pti olganimga, endi o'rgandim buni nima qilishini desam, rosa ustimdan kulishdi. Mana meni ham ustimdan kulishyapgandir hozir. Ko'pchilik bilmas ekan, ko'pchilik bilar ekan. Shaxsan o'zim ham ustimdan bilmayman. kulyapti. Bilganlar o'rganib oldim, rahmat deb yozishdi. Zo'r qorib beradi-da. Ketdik unday bo'lsa. Anaqa ishlamayapti. Tok ishlamayapti. Qani? Ana endi ishlar. Bismillah. Xo'p, xamirlarimiz tayyor. Hozir qo'limda perchatka borligida tuxumni chaqib oling, keyin yechib qo'yamiz-da, qolgan ishlarni. Xo'p. Davom etamiz. Men nima ish qiling? Men tuxumni yuvmayman. Nimaga bilasiz? Chunki biz yuvib tozalab qo'yib qo'ydik. Yo'q, o'zi aslida uyda ishlatganda ham yuvmayman. Nega? Chunki hamma ustidagi bakteriya ichiga kirib ketar ekan. Yuvmayman Yillab yuvsa, yuvmasdan ishlataman. Hozir yuvilgani uchun ustida ishlatyapman, lekin yuvmasdan ishlatsam, uzoqda chaqaman. Bundoq qilaman-da. To'xtang, tushunmadim. Yuvmasdan chaqaman deyapsiz, lekin ustidagi bakteriya ichiga kirib ketadi. Yo'q. Qarang mana. Bu yerda chaqas va ustidagi bakteriyalar to'kiladi silkiganingizda. Obbo xudo. Ustida yopishib oladi bakteriyalar, uncha to'kilmaydi. Uzoqdan mana qarang. Uzoqdan bo'ldi, ustiga tegmasdan chiqdi. Ustiga tegmadi. Sekin buni olaman deb qo'limni yuvib kelaman uyda. Bunaqa taqmagan paytim ayniqsa. Yana anaqa yuvmayman rostdan. Yuvish o'zi mumkin emas. Siz bir internetda o'qib ko'ring-chi. Yo'q, hamma har xil gapiradi, lekin oldingilarimiz yuvmagan. Birinchidan, ikkinchidan yuvish anaqa nimadan so'rang? Sun'iy intellektdan o'tadi. Yuvish mumkinmi? Yuvish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Izohlarda yozib qoldiring. Hozir men chalg'ib qoldim-da. Yuvsammi, yuvmasammi? Hozir qarang, tuxumni ikkita idishga bo'lib oldingiz. Yarmisi qiymaga qo'shish uchunmi? Yo'q. Ha, yarmi ko'prog'iga qiyma qo'shamiz, bunisini tuxum barakka. Chunki ko'proq qo'tir barak yeydiganlar ko'p oramsa. Demak, qo'tir barakka ham tuxum qo'shiladi, to'g'rimi? Xuddi biz tiftel qilganda bitta tuxum solamiz. O'sha tiftel qiymamiz titilib ketmasligi uchun, tuxum yaxshi ushlab berish uchun, lekin qo'tir barakka nima uchun solasiz tuxum? Ya'ni ko'p miqdorda. Ish uchun soladi. Ko'p miqdorda suyuq bo'lishi kerak chunki. Ha, suyuqligi quyuq ushlab turmaydi. Suyuq bo'ladi, bundoq quyiladi. Tuxum barakka hozir sut, tuxum, sariyog', tuz solamiz bo'ldi. Bunga piyoz bilan qiymani qo'shamiz o'sha. Demak, qo'tir barakka ko'proq tuxum solar ekansiz. Ko'proq tuxum bo'ladi. Bunga suyuq bo'lish uchun sut solasiz. Yo'q, ozgina 2 qoshiq solaman. Yumshoq bo'lish uchun sut solinadi. O'zi qarang, men bitta narsaga tushunmayapman-da. Hozir qiymali, qo'tir barak bo'ladi. O'zi qiymamiz ko'p. Yana tuxum qo'shasiz. Shuncha miqdorda nechta solasiz hozir? 6 ta, 7 ta, 8 ta. 9 ta. 9 ta tuxum. Bu qo'tir barakka ko'pligi, qo'tir barakni ko'p odam yegisi kelayotgani uchun ko'p. Agar yo'q, hozir tuxum barakni ko'p yeymiz, qo'tir barakni kamroq qiling siz, da'chirataman. Shuning uchun. Bo'ldi, tushundim. Tuxum barak ko'proq, kamroq qiling, qo'tir barak ko'proq bo'lishi kerak. Bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Endi aniqlik kiritib oldik. Mana suv. Qancha kerak? 15 qoshiq. 15 qoshiq.
10 qoshiq bash. Mana shu 10 qoshiq ekan. Sovun mana. Keling, tavan olib turing yoqqa. Yomon gupillab ketadi-ku bu. Nega xudoyim. Yapamıyorum. Açılmıyor mu? Açılmıyor ama. Ay bak elim siyah oldu. Yomon qiyin u. Guppet ketadi, ha? Oy, yapamıyorum. Lütfen. O hozir yomon gupillab ketadi. Yomon opasno. Shu lattaga qo'lim artsam maylimi? Ah, zaten sen de lazımdı. Ha, oling birdan buni ham syomka qiling. Ashraf Bey, qayerlarda qolib ketdingiz? Qayerlarda qolib ketdingiz? Bu tiple mi? Dur alma alma. Hadi halime bak. Çok güzel hali. Ne var Aşpaz. halinde? Çok güzel. Aşçının Aşpaz zaten hali ne? böyle olmaz mı? Ha yani yanıp yordamchimiz kerak. Buyur abi. Qilay, solaymi? Sen de gel. Ko'p baland. Olov. Pastga olmaz. Yaxshi ham olov bor. Olov bahona Ashraf chaqirib oldik. Ashraf Bey, Siz qarashmaganingiz uchun cho'zilib ketdi. Yaşımın, işim bugün çok. sizsiz qiynalib qoldik, to'g'risini aytsam. Yardım kılamıyorum. Özür. Yo'q, sizsiz qiynalyapmiz. Nima qilish? Tayyor mı? Tayyor, hozir pishiramiz. Hozir xamirimizni yoyib, Sovunman. oxirgi etapdamiz. Bo'ldi mana saryog'i ham. Eridi. Tuxum barak pishirish jarayonini hayotimda ilk marotaba ko'rishim. Yeyishga yeb ko'rganman, lekin hech qachon tayyorlanish jarayonini ko'rmagandim. Demak, dumaloq qilib olish uchun piyola kerak bo'ladi sizga, Piyola to'g'rimi? kerak bo'ladi, ha. Bir xil razmerda kesilishi uchun. Ustozimiz studiyalarga kelganlar Lola opa. Ular bilan gaplashib o'tirishgan, men shogirdlar bilan kech bo'lgan, ketadigan paytimiz bo'lgan, shogirdlar bilan chiqib ketganman-da. U paytda oddiy telefonlar bo'lardi. Eng zo'r telefon ham oddiy bo'lardi hozirgi xullas. Keyin Lola opa gaplashib o'tirganlar, studiyaga telefonlarni qo'yganlar. Meni telefonim ham o'sha stolda bo'lgan. Ikkalamizga bir xil bo'lgan. Keyin men sekin o'zim telefonimni olganman. Keyin olmadim deb o'ylab, ikkinchi telefonni ham olib cho'ntagimga Ha, tutdim. ikkalasini ham olib ketgan. Uni olganim esimda yo'q, deb psixologически olganman-da, cho'ntagimga solib, anaqa ko'chaga chiqqanmiz, ketishga Lola opa, "Voy, telefonim qolib ketdi" deganlar-da. Aha. Keyin ustoz bilan kirib, Birga chiqqanmizlar birinchi, ko'chaga. ha, eshikni qulaganmiz, "Voy, telefonim qolib ketdi" deb ichkariga kirib, birinchi shogirdni jo'natib olishgan topa olmadim deb chiqqan. Lola opa o'zlari kirganlar, ustoz kirganlar, rosa qidirishyapti. Biz o'tiribmiz mashinada, kurtkadamiz, maytlarda cho'ntaklar bor, bu yoqda cho'ntaklar bor. O'tiribmiz, keyin telefon qilib ko'ringlar deb bir-biriga aytishdi, keyin telefon qilib ko'rsa. Bo'lmasmikan, bemalol o'tiribman. Ikkita o'g'il bola shogird, uchinchisi men o'tiribman. Birdaniga cho'ntagimda jiringlaganda. Do shogirdlar qaraydi menga o'g'riga o'xshab. Keyin voy deganman-da. Noqulay Manda vaziyat. ekan deb bundoq qarasam telefonlar boshqacha. Keyin voy men qachon oldim bilganim yo'q desam, aldamang deydani vallah. Chaqqon ekansiz-da, ushlarga joyiz uzib oladigan. Yo'q, mana Alloh tepamda turibdi, shuni bilmaganman-da. Xayolan o'zimnikini olganim esimda-yu, ikkinchisini ham olib ketaverganman. Ashraf Bek, Evet. buyurun, kızlar. bakın çok zor bir işmiş. Keling, qarashasiz. Yapamadım. Buyurun sen Yardım bir deneyin edeyim mi? isterseniz. Yardım Evet, edeyim. bir deneyin. Ne yapacağız? Mana. Ikki Ashraf Bek tomonini qilar mı mangacha takanım? qo'llaysizda. Уже tugadi suv. Yana solish kerak. İçine bir narsa salmıyor muyuz? Hozir oxirida solamiz. Qozonni oldida solamiz, bo'lmasa toshib ketadi. O'rtasida bitta qoshiqlik joy qoladi. Mana. Şu. Qo'tir barak menimcha pishadi-ku. Pishgandan keyin usti g'adir-budir bo'ladi-yu. Ha. O'sha bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak, lekin aniq Aniq ma'lumotni bilmayman, to'g'risi. Qo'tir barak. Ha, o'sha Cho'tir nimaga emas. aynan qo'tir barak deyiladi? Anlamı ne? Allohim, Onu soruyorum işte. qo'tir xastalik bence. Bizde hem var şu. Bizde çiğ börek derler. Çiğ börek. Ha, Ha. çiğ börek. Ama bizde yağda. Çiğ ham börek. Qara, ichidagi hozir qiymasi pishadimi bu? Bilmayman to'g'risi. Pishsa kerak. Men birinchi marta qilishim va birinchi marta yeyman bugun, lekin tuxum barakni yeganman. Pasta. Pishsa kerak-da endi. Bittasi tuxumga, bittasi
lekin suv paqillab qaynash kerak, ne Ha. qaynamayapti. Yo'q, yetadi shu. Yetadimi? Ha, yetadi, qarang. Mana iloji boricha qozonni ustida qilgan yaxshi, chunki ochilib ketsa, bunda tashlab yuborasiz ichiga. Yorilib ketsa, iloji boricha o'shaning uchun yaxshilab siqish kerak chekkasini yorilmasligi uchun. Mana buni yaxshilab siqish shart emas, bundoq suvga qo'yib yuborsangiz, o'sha bo'ldi, suvga tushgandan keyin qotadi. Tuxum-ku. Buni to'ldirib solish kerak o'zi. Men to'ldirib sola olmayman anaqa. Mayda ish Yorilib ketmasin debda, mana syomkada. Ko'rib charchab qoldim, to'g'risini aytsam. Hech qachon qilmasam kerak. O'rtacha to'ldirib yubormanglar maslahatim. O'rtacha bo'lar ekan. Nargisxon, keling endi musiqiy tanaffus qilamiz. Men xonandaning ism familiyasini aytaman, siz esa o'sha bastalagan qo'shiqlaringizni aytib berasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Keling, Ozodbek Nazarbekovdan boshlaymiz. Ozodbek Nazarbekovda 19 ta she'rimni aytganlar, eng ko'p o'shalar. Eng hitini aytib beraman. Ko'ngling qulfin buzib ko'rsam, bo'ronlardek to'zib ko'rsam, so'ng umidim uzib ko'rsam, yig'larmisan, kutarmisan? Bo'ldimi? Bojalar guruhi. Ey dunyo, jonimni olging bormi? Ey dunyo, yo mendan ketishing bormi? Ozoda Nursaidova. Habibi, hayati, boshqachasan, boshqacha. Habibi, hayati, sev meni yuz yoshgacha. Ziyoda. Hayoling har tomonlarida, sani ko'ngling yomonlarida, ayb o'sha mehribonlarda, yonginangda yolg'izman. G'ayrat Usmonov. G'ayrat Usmonov bilan bitta duetimiz ham bor, duet aytganmiz. Kelmas, sevmasang, sevdim deb jonim netarding. Sevdim derding-u, sevsang qayga ketarding? Bir ayol boshimga, bir ayol boshimga, bir ayol boshimga o'zing yetarding. Meni kimlarga ayt yolg'iz tashlab ketding. G'ayrat Usmonovning muxlislari bo'lganman men yoshlikdan. Rahmat, juda ham chiroyli ijro etdingiz. Davomi nima kerak o'zi? Ko'p Teşekkürler. Teşekkürler. Bir daha söyle ben. Konuşuyordum, sen bir daha söyle. Öyle mi? Ağız yüreğim sırayla ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Çok güzel sesiniz var. Rahmat. Endi navbat sizga Ashrafbek. Siz ham ovozingiz juda chiroyli. İki evli arsız olur, yüzü gözü nursuz olur. Birinin adı Ayşe, birinin adı Neşe. Kız Neşe, dilleri şişe, yandım iki avrat elinden. Birinin adı Ayşe, birinin adı Neşe. Kız Neşe, dilleri şişe, yandım iki avrat elinden. Bitti. İki avrat degani, iki xotinlar degani. Bak çok güzel. Anla beni, birinin adı Ayşe, birinin adı Yani diyor ki iki avrat aldım, iki ayol aldım. Birinin adı Ayşe, birinin adı Neşe. Yandım ikisinin arasında. Kim yapması gerek yeri yani ikisi atrofda ayol kishi bo'lgani uchun hozir bizga vaqtlar qo'shiq aytdi. Men suzibman ovqatni. Ovqatimiz ham tayyor bo'libdi. Muborak. Bu ko'tirbarak pishdi, to'g'rimi? Qatiqni yaxshi ko'radiganlarga mana ser qatiq ustiga, tagiga. Ana taomlarimizni tatib ko'rish fursati ham va nihoyat yetib keldi. Juda uzoq kutdim. Marhamat, Ashrafbek. Evet, şimdi Tuxumbarak nereden bilan bu başlıyoruz? tuxumbarak, bu qo'tirbarak. Bu Qo'tirbarak. etli yani kıymalı. Evet, kıymalı. Tamam. Tuxumbarak. Bir Ama tamını tuxumbarayı gerçekten ben yedim. 2-3 kere yedim. Çok seviyorum. Benimce yani kırdığından belli şurada yaxshi. Şöyle. Tadıdan bilinib Size turibdi vereyim. deyaptilar. Rahmat. Xo'sh, Ben şunu aytdim. Nargisxon oshxonada juda ustasi farang ekanlar. Nargisxon shu o'rinda bitta savol tug'ildi-da menda. Siz yeb turing. Hech konsert qo'yishni o'ylab ko'rganmisiz? Masalan, siz ijod namunalaringiz konsert
sahnalarda yangrasa zo'r-ku, to'g'rimi? Boshlang shu ishni. Men o'zim shaxsan boshlovchilik qilib beraman. Mayli gonorar ham so'ramayman. Qarang, va'da berib qo'ymang lekin. Yo'q, mana shu yerda va'da beraman. O'zim boshlovchilik qilaman, konsert bersangiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz konsert haqida? Oldin ko'p o'ylaganman. Farida Afruz ustozlarimiz konsert berishganda rosa havasim kelardi. Lekin men yoshlik qilganman u paytda. Hozir endi katta qiz bo'lib qoldim, endi qilsam bo'ladi. Bering, menimcha konsert bersangiz Siz muxlislar muhabbet edin, ben şunu yiyeyim. Xo'p. Yoqdimi? Yaktı. Oldingi Yoqmadi, yeganlaringiz yarmini yeb ekanmi, qo'yibdilar. yo unchalik emasmi? Zor, kolunuza sağlık. Rastla zor. Yakınlayınca bu börek yaşlı göremem. Zaten Osh bo'lsin. karnım da aç. Bugun bugun hammamiz och qolib ketdik. Endi qo'tir barakni ham yeb ko'ring. Bu etlisi, Siz qiymalisi. de yiyin. Qaysi yaxshi? Yeb Hali yeb ko'rdingizmi? Ben ko'rmadilar. yiyeceğim. Endi yeyinglar. Siz de yiyin. Siz de. Ha, endi yeysiz, ha. Hozir yeying. Bu bizim çiğ börek. Ha, Türkiye'de çiğ börek. sessiz alır. Ama bizde bunu yağda yaparlar kıymalısını. Ha, qovurishadi, Evet, yog'da. kavuruşta da yağda. Ha. Çiğ börek namı. Bakın yok bizde. Qani bir ta'mini ko'rib bering, ta'mini ko'rib bering. Şunu yiyin. Bismillah. Oo. Kıyması Bunu da pişmiş birinci bak işim. çok güzel pişmiş. Ana. Nasıl? Qaling. Bu da çok güzel. Gerçekten. Gerçekten. Ana. Ana. Ellerinize sağlık, kolunuza sağlık. Nargiza, Rahmat, birinchi ishim. o'zingiz pishirganingiz Birinchi o'zingiz birinchi pishirishim. Ana. Bunaqasini birinchi ishim haqiqatdan kim pishirgan bo'lsa ham, Mhm. ozgina chuchvaraga ham topshirgan. Ya'ni Yeb ko'ring. Tamam. hozir yeyman, albatta yeyman sizlardan Mantı. keyin. Manti gibi. Ha, Ana. etli mantı. Mantı, Biz de chuchvara. şuna Aha. şöyle yapsam mantı. Yağda kavursan çiğ börek. Aa, yog'dagisi ham rosa mazali, yeb ko'rganman. Hammasini yeb qo'ymanglar, menga ham qolsin. Qornim ochib ketdi. Bering, Necla beraman. Hanım, Mana. kolunuza sağlık. Rastlan yaptım benge. Sog' bo'ling. Qo'lingiz dard ko'rmasin, güzel. Nargisxon. Juda ham aytganingizcha bor ekan. Rahmat. Oshxonaga juda usta Farang ekansiz. Rahmat. Lekin men bilasizmi, yana bir narsa xayolimga keldi. Ovoz desa ovoz bor, husn desa husn bor. Qo'shiq bastalash endi tekin, o'zingizni qo'lingizda. Nega qo'shiq aytib ko'rmaysiz? Nega qo'shiqchi bo'lmaysiz? Shuni hozir kadr ortida gaplashyotgandik. Mani shu savolga javobim, hayotdan olgan javobim menga nasib qilmadi. Nasib qilmas ekan, menga emas ekan. Nega? Yozilmagan ekan menga. Yo'q, nimaga Menga sizga o'sha mani bar ekan, shoira, bastakorlikdan bar ekan. Ha, yoki o'zingiz xohlamagansiz yoki pochcha ruxsat bermaganmi? Yo'q, har bir sababi tomonlama bo'ladi-ku. har tomonlama harakat qilib ko'rganman. Xo'jayinam ruxsat berganlar, to'ylarga ham chiqib ko'rganman, lekin menga emas. O'zimni topmadim. Ha, faqat siz bastalashga ilhom keladi, to'g'rimi? Bastalash, she'r yozish beminnat o'zim uchun. Lekin to'ylarda charchab qolishim bor, qo'shiq aytaman desam, shunaqa nimadir sabablar bo'ladi, xullas nasib qilmagan menga. Tushunardim. Avvalambor sizga dasturimizda ishtirokingiz uchun katta rahmat. Mazali taom uchun ham rahmat. Ashrafbekga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ishi ko'p bo'lishiga qaramasdan biz dasturimizda ishtirok etdilar. Ashrafbek, fikringizni ayting taom Fikrim to'g'risida. dediğim gibi lezzetli, gerçekten lezzetli. Bu böreği zaten seviyorum. Siz de yiyip görün. Yeyman. Elinize, kolunuza sağlık. Rahmat. Size tanıştırma fırsat ben. Geldiniz restoranımızda birlikte yemek yaptık. Lezzetli bir yemek yaptık. Men ham xursandman. Elinizga, Mabodo qo'lingizga ishga taklif sog'lik. qilsanglar, ishga kirib oshpazlik qilishim mumkin. Ashrafbekning oshxonasiga oshpazlarimiz ko'payib ketdi. Har bir kelgan ishtirokchi ishga olinyapti. Qarang, joy qolmasa albatta hazil. Lakin şu içimde kaldı. Şunu da söyleyeyim. Reyhan'ın ayettiği gibi sesiniz gerçekten çok güzel. Rahmat. Yani şunca koşukçu var. Ayetleri işte yukarıda falan. Siz neden söylemiyorsunuz? Ben de merak ediyorum. Ana, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Bu savol Ashrafbekda ham tug'ilibdi. Demak, sizni sahnada ko'ryapmiz biz. Qo'shiqchi sifatida sizni kutib Lekin qolamiz. qo'shiqlarim bor. 2-3ta Instagram, YouTube'da bor. Ha. 3ta. Avtorskilar bor. Qo'shiqlar ham tayyor ekan. Beste Unda var. biz faqat Zaten yazdığınız koşuklar hamması yaxshi. Şuna da Şiirler gerek var. yok. Ses juda ham chiroyli. Başka nima gerek sizga? ana To'g'ri. ko'rib. O'ylab ko'rish kerak. Hareket qilish kerak. Faqat shu.
Dunyo go'zal siz bor uchun, biz yashaymiz ijod uchun. Navodagi ko'rsatuvlar bir lahzalik diydor uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana dasturimizda ko'rishguncha xayr.